Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Ko'pchilik klientlarimiz so'ragan lentali drabilkalarimiz yetib keldi Xitoy davlatidan. Bilasizlar, samodelniy drabilka emas. Hozirgi kunda drabilkalar ko'plab turlari chiqib ketdi. O't maydalashga, don maydalashga har xil variantlari chiqib ketgan. Kimga qanaqa drabilka kerak bo'lsa bor, bizda 20 xildan ortiq drabilkalarimiz bor. Ko'rib turganlaringdek, mana bunaqa drabilkalari bu vodiyda yasalgan emas, ya'ni zavodskiy Xitoyda ishlab chiqarilgan original drabilkalarimiz bor. Hozirda sizlarga eng hamyonbop, hozir Makka jo'xorilar pishdi, silus qilish uchun mo'ljallangan zavodskiy drabilkalarimiz kelgan. O'sha haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Bu drabilkamiz zavodskiy aytib o'tganda Xitoyda ishlab chiqariladi, faqat o't maydalash uchun mo'ljallangan. Don maydalamaydi. Ho'l, quruq, har qanday mahsulotni maydalab berish xususiyatiga ega. Motorlari xohlaganlarga 220 da, ya'ni oddiy razvedkada ishlaydigan motor qilib beramiz. Xohlaganlarga 3 fazada sharoiti borlarga 3 fazali motor qilib beramiz. Xohlaganlarga tok umuman yo'q degan klientlarimiz uchun benzinli motor ham qo'ysa bo'ladi. Benzinli motor bilan qilib beramiz. Narxi o'zgarmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, narxi oxirida bo'ladi. Sizlarga batafsil ma'lumotini berib o'taman. Oddiy bunaqa drabilkalardan farqi bu lenta qismi bor, ya'ni o'zi tortib olib kirib ketadi. O'tni qo'yib tursangiz bo'ldi. Xo'lmi, quruqmi, somon, beda, poya farqi yo'q. Hammasini o'zi tortib, o'zi ichkariga olib kirib ketadi. Pichoqlariga keladigan bo'lsak, pichoqlarini ham ochib ko'rsataman. Original pichoqli pechati bo'ladi pichoqda. 6 ta pichoq bo'ladi. Mana bunday splashnoy, o'sha kalyonni original pichoqdan qo'yilgan bo'ladi. Oldida qo'shimchasiga 48 ta pichoq bor. Ya'ni bunda maydalanadigan o't 2 xil etapdan o'tadi. Birinchisi 6 ta pichoq maydalab beradi, qo'shimchasiga oldidagi mayda qatorlar maydalab berish xususiyatiga ega. Kentaur firmasida ishlab chiqarilgan. Bilasizlar, Kentaur hozirgi kunda eng sifatli texnikalarni ishlab chiqaradi. Kentaur brendida ishlab chiqarilgan. Motorlari keladigan bo'lsa 5,5 lik katta motorlardan qo'yilgan, tokni nechiligini ham ko'rsatib turadi. Xo'p, bunaqa drabilka internetlarda boshqa joylarda ham sotyapti. Bunaqa drabilka olganda qayeriga e'tibor berish kerak, o'sha joylarni ham sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda motori katta bo'lishi kerak. Bu shu eng katta 5,5 lik motordan qo'yilgan 2 kW, 3 kW motor bilan sotilyapti boshqa joylarda. Bu eng katta motor, ustida datchigi ham bor, tok nechiligini ham ko'rsatib turadi. Birinchi o'rinda motori albatta. Ikkinchi o'rinda pichoqlarga e'tibor berasizlar. Ko'p joylarda mana bunaqangi o't siqadigan, ya'ni poya tiqsangiz bu tomondan siqib tortadigan mana bu funksiya bor. Ko'p joylarda polni svarkadan listdan qilib qo'yilgan, bu quyma qattiq holatda bo'ladi. Bu birinchi farqi. Ikkinchi farqi, pichoqlari o'sha pechati bo'lishi kerak o'zida. Yozuv qalin pichoqdan qo'yilgan, mana xitoycha o'zini emblemalari bor. Smashka qilinadi. Hamma yo'qda pachimligi bor, moylanadi va eng muhim jihatlardan biri remen shkifiga bitta ahamiyat berasizlar. Juda ham baquvvat qilib olib kelganmiz. Ya'ni remen iladigan shkifini teshigi yo'q variant. Ko'p joylarda mana bunaqangi drabilkalarnikidan qo'yilgan bo'ladi. Mana teshik shkif bo'ladi. Bu ko'pga bormaydi, chunki mana orasi ingichkalik hisobiga remen aylanganda nagruzka holatda sinish ehtimoli bor. Shuning uchun juda ham qalin qilib, mana quyma katta shkiflardan qizib berganmiz. Mana qalinligini ko'ryapsizlar. Bu yana bitta plus tomoni hisoblanadi. Pichoqlari ham o'zimizda bor. Zapchastlardan hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. O't kiradi, bu tomondan chiqib ketaveradi. Ho'l, quruq tanlamaydi. Har qanday o't mahsulotlarini maydalab beradi. Pichoqlarini mana oldida ham qo'shimchasiga segment pichoqlar bilan qo'yilgan. Agarda Makka jo'xorini sotasi bilan maydalayman desangiz ham ho'l holatda bemalol 0,5 sm, 1 sm holatgacha maydalab berish xususiyatiga ega. Balonlari bor, bemalol hovlida siljitib yursalaring bo'laveradi. Sifatlari juda ham zo'r. Atrofda 4,5 million so'm, 4 million 700 minggacha sotilyapti. Bunaqa drabilka emas, aytib o'tganimdek, motori kichkina variantlari shunaqangi narxda sotilyapti. Bizning do'konimizda hozirgi kunda skidkaga tushirganmiz. Ko'rib turgan drabilkalaringni 5,5 kW motor, katta motor bilan narxini skidka narxi, ya'ni bo'ladigan narxi 3 million 900 ming so'mdan qilib beramiz. To'g'ri eshitdinglar, 3 million 900 ming so'mdan xohlaganlarga 220 da ishlaydigan motor, xohlaganlarga 3 fazada, agar to'kingiz umuman bo'lmasa benzinli motor bilan ham qilib beramiz. Narxi
3 million 900 ming so'mdan kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Bu taqalgan, ya'ni oxirgi skitkadagi narxi. Kimga mana shunaqangi zavodskoy drabilkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Telefon raqamlarimiz 91lik 289 74 79 raqamiga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. To'lov turlarimiz faqat naqd, bo'lib to'lash, kredit variantlari yo'q, faqatgina naqdga beriladi. Dastavkalar Toshkent shahar ichida bepul. Agar viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga rayon bo'lsa rayon, shahar bo'lsa shaharni xohlagan joyiga 200 ming so'm atrofida yo'l kirosi qo'shiladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilish mavjud. Faqat mijoz bilan kelishilgan holda 200 ming atrofida qo'lingizga yetib boradi. Kimga mana shunaqangi sifatli drabilkalar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Qulayliklarni yana aytdim. Motori siz xohlagan motorda bo'ladi. 1 so'm pul qo'shilmaydi. Xohlagan motoringiz bilan qilib beramiz. Ishlash jarayonini ko'rmoqchi bo'lganlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda ishlatib ko'rsatgan videolari bor. Kirib bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.